الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضح كده مني. الوحدة 13، الدرس 73. استمع إلى الحوار. الحوار مسابقة إسلامية. هذه مسابقة عن العالم الإسلامي، هيا نحلها معا. سؤال لك وسؤال لي. حسنا، السؤال الأول عن عدد المسلمين في العالم، أكثر من 1,000,000,000 مسلم. السؤال الثاني عن عدد الدول الإسلامية في العالم، 54 دولة إسلامية. السؤال الثالث، القارة التي فيها أكثر عدد من المسلمين، قارة آسيا. القارة التي فيها أكبر عدد من الدول الإسلامية، قارة إفريقيا. أكثر الدول الإسلامية سكانا، إندونيسيا. أكبر الدول الإسلامية مساحة، السودان. أقل الدول الإسلامية سكانا وأصغرها مساحة، جزر المالديف. السؤال الأخير، البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود، فلسطين. أنقذه الله منهم إن شاء الله. ينهى من مسابقة سهلة. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 13-bilak Islom dunyosi. 73-dars islomiy musobaqa. Bu islom dunyosi to'g'risidagi musobaqa. Juringlar, birlikda topayli. Sana bir savol, menga bir savol. Yaxshi. Birinchi savol. Dunyodagi musulmonlarning soni to'g'risida. 1 milliarddan ortiq. Ikkinchi savol. Islom davlatlarining soni to'g'risida. Dunyoda 54 islom davlati bor. Uchinchi savol. Musulmonlarning soni eng ko'p qit'a, Osiyo qit'asi. Islom davlatlarining soni eng ko'p qit'a, Afrika qit'asi. Aholisi eng ko'p islom davlati, Hindoziya. Ko'lami eng cho'ng islom davlati, Sudan. Aholisi eng oz, ko'lami eng kichik islom davlati, Moldaviya. Eng oxirgi savol. Yahudlar ishg'ol qilib olgan islom davlati, Falastin. Alloh qutqazsin. İnşallah. Nim degan oson musobaqa. الوحدة 13، الدرس 74. استمع إلى النص. ميزات العالم الإسلامي. بدأت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية في القرن 7 الميلادي، وانتشرت سريعا خارج الجزيرة العربية، وبعد قرن ضمت مساحة واسعة من الكرة الأرضية، شملت المنطقة من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأسود وسيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. دخلت شعوب كثيرة في الإسلام طائعة، لأنه أزال الظلم عنها وحقق لها العدل، وقد جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة، هي الأمة الإسلامية. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
ووحد الإسلام بين المسلمين بالرغم من اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم وبيئاتهم، فربهم واحد وكتابهم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم واحدة. للعالم الإسلامي مزايا كثيرة جعلته من أهم المناطق في العالم، فمن ناحية هو كالقلب لآسيا وإفريقيا وأوروبا، ويشرف على كثير من الممرات المائية كالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. وفي العالم الإسلامي ثروات زراعية ومعدنية وحيوانية عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap tili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 13-bo'lak İslam dunyosi. 74-dars İslam dunyosining alohidligi. İslam davlati Arab yarim orolida milodiy 7-asrda boshlanib, tezlikda Arab yarim orolining sirtiga tarqaldi. Bir asrdan keyin yer sharining cho'ng ko'lamini o'z ichiga olib, sharq tarafdan Jungoning rayonlaridan g'arb tarafdan Atlantik okeanigacha, shimoliy tarafdan Qora dengiz va Sibiriyadan janub tarafdan Hind okeanigacha o'z ichiga oldi. Nurg'un xalqlar islomga o'zlikdan kirdi. Chunki islom ulardan zulmni yo'qotib, adolatni maydonga keltirdi. Islom musulmonlarni bir millat qildi. U bo'lsa islom millatidir. Alloh bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Manga ibodat qilinglar. İslam musulmonlar o'ttirisini irq, rang, til va muhitlari o'xshamasimi birlashtirdi. Chunki ularning Robbi bir, kitobi bir, payg'ambari bir va qiblasi bir. İslam dunyosining nurg'un alohidliklari bor bo'lib, bular islom dunyosini dunyodagi eng muhim rayonlar qatoridan qilgan. Bundaqcha qilib aytganda, islom dunyosi Osiyo, Afrika va Yevropalarning yurigiga o'xshash. Qizil dengiz, O'rta dengiz, Arab dengizi, Arab qo'ltiqi, Atlantik okean, Hind okean va Tinch okeanga o'xshash nurg'unlagan suv yo'llarini tutashtiradi. İslam dunyosida nurg'unlagan yeza egilik boyliklari, kan boyliklari va chorvachilik boyliklari bor. الوحدة 13. الدرس 75. استمع إلى الحوار. الحوار أسباب ضعف المسلمين. أراك مهموما، فيما تفكر؟ أفكر في حال المسلمين هذه الأيام. لقد أصابهم ضعف شديد. فعلا، فقد كانوا أمة واحدة فأصبحوا دولا عديدة. ما أسباب هذا الضعف في رأيك؟ هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية. لنبدأ أولا بالأسباب الداخلية. أهمها ابتعاد المسلمين عن الإسلام وكثرة الخلافات والمنازعات بينهم واشتغالهم بما لا يفيد من العلم. وما الأسباب الخارجية؟ أسباب كثيرة على رأسها الاستعمار والاستشراق والغزو الثقافي. وما العمل؟ كيف يرجع المسلمون إلى عهد القوة؟ إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلم. إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلم، هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن بإذن الله، فقد بدأت علامات ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 13-bo'lak İslam dunyosi. 75-dars musulmonlarning ojiz bo'lib qolishining sabablari. G'amkin ko'rinsiz-g'o, nima o'ylayapsiz?
Mushu kunlardagi musulmonlarning ahvollari to'g'ri o'ynayapman. Musulmonlar qattiq ojizlashib ketdi. Amaliyat. Musulmonlar bir millat edi. Hozir bo'lsa nurg'unlagan davlatga bo'linib ketdi. Sizningcha mushu ojizlashib ketishning sababi nima? Ichki sabab. Yana tashqari sababga qaytadi. Yana tashqari sababi bor. Avval ichki sabablardan kelayli. Eng muhimi musulmonlarning dindan yiroqlashib ketishi. O'tirishidagi ixtilof va talash-tortishlarning ko'p bo'lishi va ularning foydasi yo'q bilimlar bilan mashg'ul bo'lishidir. Tashqi sabablar-chi, qaysilar? Nurg'un sabablar bo'lib, beshi mustamlik, sharqlashtirish va madaniyat ko'rishidir. Undaqda nima ish qilamiz? Musulmonlar kuchli holatga qanday qaytadi? Ular o'z diniga qaytib, birlashib va bilimga tayangan vaqtida. Ular o'z diniga qaytib, birlashib va bilimga tayangan vaqtida bu mumkinmi? Alloh xolsa, albatta mumkin. Shuning alomatlari ko'rilyapti. الوحدة 13 الدرس 76 استمع إلى النص. من الدول الإسلامية. يبلغ عدد الدول الإسلامية في العالم 54 دولة، وسنحدثك هنا باختصار عن دولتين من تلك الدول، إحداهما في قارة آسيا والثانية في قارة إفريقيا. تقع المملكة العربية السعودية في غرب آسيا، وفيها بيت الله الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وهما مكانان مقدسان يأتي إليهما المسلمون من كل بلاد العالم لأداء الحج والعمرة والزيارة والصلاة. كما يأتي كثير من أبناء المسلمين إلى السعودية لدراسة اللغة العربية والدين الإسلامي في معاهدها وجامعاتها. عاصمة البلاد الرياض، وهي مدينة حديثة تضم أجمل المباني. تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية 2,250,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو 17 مليون شخص، ولغتها العربية، وجميع أهل البلاد مسلمون، وعملتها الريال السعودي، وهي غنية بالنفط. تقع نيجيريا في غرب إفريقيا، وعاصمتها أبوجا في الوسط، وتبلغ مساحتها 923,768 كيلومترا مربعا، وعدد سكانها نحو 117 مليون شخص. تصل نسبة المسلمين بينهم إلى نحو 76%، وعدد النصارى نحو 20%، ويعمل معظم أهل البلاد بالزراعة والرعي وصيد الأسماك. تنتج نيجيريا الكاكاو والفول السوداني والمطاط والنفط وغير ذلك، وعملة البلاد النايرة، واللغة الرسمية لنيجيريا الإنجليزية، ويتحدث أهل البلاد لغات كثيرة كالهوسا واليوروبا والإيبو، ويهتم أهلها باللغة العربية وتعلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab dili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 13-bo'lak Islom dunyosi. 76-dars Islom davlatlaridan. Dunyodagi islom davlatlarining soni 54 ketadi. Bu yerda shu davlatlarning ichidagi 2 davlat to'g'risida qisqa so'zlaymiz. Biri Osiyo qit'asida, yana biri Afrika qit'asida. Saudiya Arabiston Osiyoning g'arbiga joylashgan bo'lib, uningda Makka mukarramadagi Baytullohi Harom va Madina Munavvaradagi Masjid Nabaviy bor.
bu ikkisi muqaddas o'rin bo'lib, musulmonlar dunyoning har qaysi davlatlaridan haj qilish, umr qilish, ziyorat qilish va namoz o'qish uchun kelishidi. Shundaqla musulmonlarning bolalarining ko'pinchisi Saudiga institut va universitetlarda arab tili va islom dinini o'rganish uchun kelishidi. Davlat poytaxti Riyod. Bu zamonaviy shahar bo'lib, chiroyli binolar bor. Saudiya Arabistonining ko'lami 2.250.000 kvadrat kilometr yetadi. Aholisining soni 17 millionga yaqin. Tili arab tili. Davlat aholisining hammasi musulmon. Pul birligi Saudiya riyal. Saudiya Arabiston neft bilan boy. Nigeriya Afrikaning g'arbiga joylashgan bo'lib, poytaxti o'tirg'a joylashgan Abujadir. Ko'lami 923.768.000 kvadrat kilometr yetadi. Aholisining soni 117 million odam. Ulardagi musulmonlarning nisbati 76% yetadi. Xristianlarning soni 20% atrofida. Davlat aholisining ko'pinchisi dehqonchilik, chorvachilik va baliqchilik bilan shug'ullanadi. Nigeriyadan kokos, xosing, kauchuk va nefit qatorliqlar chiqadi. Davlat pul birligi Nira. Nigeriyaning rasmiy tili ingliz tili. Davlat aholisi Hunsa. Yoruba va Uyghur o'xshash nurg'un tillarda so'zlashadi. Nigeriyaning aholisi arab tili va uni o'rganishga ahamiyat beradi. الوحدة 13 الدرس 78 استمع إلى النص. آثار الثقافة الإسلامية. قامت الثقافة الإسلامية على الإيمان بالله وتوحيده، فأصبح المسلمون خير أمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإلى جانب هذه المزية العظيمة، كان من آثار الثقافة الإسلامية الأصيلة أنها قدمت للفكر الإنساني جديدا في كل جانب من جوانب نشاطه. تعتمد هذه الثقافة الأصيلة على الكتاب والسنة، وعلى نظرة الإسلام إلى الإنسان وتكريمه. لم تسهم أي أمة من أمم الأرض بقدر ما أسهم المسلمون في التقدم البشري خلال عصر ازدهار العلوم عند العرب والمسلمين. وظلت اللغة العربية لغة العلوم والآداب والتقدم الفكري عدة قرون في جميع أنحاء العالم المتمدن آنذاك. لقد نشأت الحاجة عند المسلمين إلى التعرف إلى القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول هذه المعرفة، فظهرت علوم التفسير والسيرة وعلم الرجال. ونشأت الحاجة إلى فهم أصول التشريع، فظهرت علوم الفقه والأصول. وطمح المسلمون إلى مزيد من التعرف إلى أحوال الكون لتسخيره وإعماره، فظهرت العناية بالعلوم التجريبية والمجردة كالرياضيات والفلك والكيمياء. إن المنهج العلمي التجريبي الذي تدين له الحضارة الحديثة بما وصلت إليه من كشف واختراع يعد أحد منجزات المسلمين. فقد كانت الحضارات القديمة وخاصة اليونانية التي عرفها المسلمون أكثر من غيرها تجهل الطريقة التجريبية وتحتقرها، ولا تعنى إلا بالدراسات النظرية المجردة. وكان الفلك والرياضيات أول العلوم التي لفتت أنظار العلماء المسلمين، حتى لقد تعدى الاهتمام بالفلك العلماء أنفسهم إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين.
أما في الرياضيات فقد اكتشف العلماء المسلمون الكثير من المبادئ الأساسية للحساب والجبر والهندسة. إن الجبر على أغلب الأقوال من اختراع المسلمين، وإن الأعداد وطريقة العد التي تستعمل فيه حتى الآن من اختراع إسلامي. وحين نذكر إسهام المسلمين في الرياضيات والصفر بصورة خاصة لا نستطيع أن ننسى رئيس بيت الحكمة الخوارزمي وما أسهم به في علم الجبر. وإذا كان غير المسلمين قد سبقوا إلى دراسة الفلك والرياضيات، فإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء. ولا شك أن كتاب البصريات لابن الهيثم يعد من أهم منجزات العلماء المسلمين في هذا الفرع من العلوم، فقد كان بداية علم الضوء والمرئيات الحديث. ويدل على أثر المسلمين في هذا العلم أن كثيرا من المصطلحات المستعملة فيه حتى الآن من أصل عربي. ومن الاختراعات التي كانت ذات فائدة كبيرة في الصناعة ملح البارود وصناعة الورق من القطن والكتان والخرق. أما الطب فقد كان مجال عناية فائقة منهم، ولعل ذلك أحد الدلائل على عناية المسلمين بالإنسان وجميع متطلباته. وكان للأطباء المسلمين أثرهم البالغ في الدراسات الطبية وطريقة المعالجة في الغرب، فقد ظلت مؤلفات الرازي وابن سينا وابن زهر أساس الدراسات الطبية في الجامعات الأوروبية قرونا عديدة. أما ابن سينا فلا شك أنه كان أعظم طبيب عرفه العالم في زمنه، وقد استعمل كتابه القانون في الطب في الجامعات الإيطالية والفرنسية طيلة 6 قرون كاملة، أي من القرن 12 إلى القرن 18 الميلاديين. أما في ميدان الدراسات الجغرافية فقد برز المسلمون بروزا واضحا، وفي زمن المأمون رسم الخوارزمي ومساعدوه خريطة للسماء والأرض، وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الكرة الأرضية. ثم صنع الإدريسي كرة سماوية وخريطة للعالم. وكان من أبرز ما وصل إليه أنه رسم خريطة للنيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي اكتشفها الأوروبيون بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 13-bo'lak Islom dunyosi. 78-dars Islom madaniyat meroslari. Islom madaniyati Allohga iymon etish va Allohni bir bilish asosida borliqqa kelgan. Shuning uchun musulmonlar eng yaxshi millat bo'lib qolgan. Alloh bu haqda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikni to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Mushu buyuk aloyidilik bilan birga islom asli madaniyat meroslarining biri. Islomning inson fikriga faoliyat taraflarining har birida yangilik ato qilganligidir. Bu asli madaniyat kitob, sunnatga va islomning insonga bo'lgan qarashi va hurmatlishiga asoslanadi. Yer sharidagi millatlar ichidan har qanday bir millat insoniyat taraqqiyotida musulmonlar, arab va musulmonlardagi ilm-fan gullangan davrida qo'lga keltirganchilik natijaga erishib boqmadi. Arab tili dunyoning taraqqiy qilgan har qaysi taraflarida bir necha asrlardan buyon ilm-fan, adabiyot va fikri taraqqiyot tili bo'lib kelmoqda. Hozirmi shundoq. Musulmonlarning Qur'onni tunib, payg'ambar alayhisolamni tunish va mushu tunishning aslini bilishga hojat tug'ilib, tafsir bilimlari, tarix bilimlari va rivoyatchilar ma'lumotlari bilimlari maydonga keldi. Qonun asoslarini tushunishga hojat tug'ilib, fiqh bilimlari bilan usul bilimlari maydonga keldi. Musulmonlar koinotni bo'ysundirish
avat qilish uchun ahvolni texmi cho'nqur bilishga talpinuvdi. Tajriba fanlari, matematika, astronomiya va ximiyaga o'xshash ayrim fanlarga ko'ngil bo'lish maydoniga keldi. Yangi hazorat erishgan bayqash va kashfiyotlar bilan bo'ysunadigan ilmiy tajriba prinsiplari bo'lsa, musulmonlarning natijalarining biri hisoblanadi. Ilgirki hazoratlar, xususan musulmonlar boshqalarga qaraganda yaxshiroq biladigan Yunan hazorati tajriba usullarini bilmaydi va uningga tuvan qaraydi. Quruq nazariya ilmiga ko'ngil bo'latdi. Astronomiya va matematika musulmon olimlarining nazarini burg'an tunji bilim edi. Hattoki astronomiyaga ko'ngil bo'lish olimlarning o'zidan o'tib xalifa, amir va sultonlargacha borgan edi. Ammo matematikada bo'lsa, musulmon olimlar hisoblash, qo'shish va sizishning nurg'un asos prinsiplarini bayqagan. Qo'shish bo'lsa, ko'p sonliq fikri bo'yicha musulmonlarning kashfiyotidir. Sonlar va hozirgacha ishlatilib kelinayotgan sanash usulimi islom kashfiyotlarining biri. Musulmonlarning matematikadagi natijalarini asliga vaqtimizda, xususan nolni asliga vaqtimizda Baytul Hikmatining raisi Xavarizmini va u algebrada qo'lga keltirgan natijalarni aslamay tura olmaymiz. G'ayrimusulmonlar astronomiya va matematikada ilgirlab ketgan bo'lsa, musulmonlar fizik fanni borliqqa keltirgan. Aniqki, Ibn Haysamning Basariyat degan kitobi ilm fanning mushu qismidagi musulmon ulamolarininki muhim asarlaridir. Asarlardan hisoblanadi. Bu aniqki Ibn Haysamning Basariyat degan kitobi ilm fanning mushu qismidagi musulmon ulamolarininki muhim natijalaridan biri hisoblanadi. Bu nur va yangi optika bilimiga boshlanish bo'ldi. Hozirga qadar ishlatib kelinayotgan ko'pincha atalg'ularning asli arabcha ekanligi musulmonlarning mushu bilimdagi ta'sirini ko'rsatadi. Sanoatdagi cho'ng ahamiyatli kashfiyotlarning biri miltiq to'risi va paxtadan, zig'irdan va raxtdan qog'oz ishlash sanoatidir. Meditsina bo'lsa, ular alohida ko'ngil bo'lgan soha edi. Balkim u musulmonlarning inson va insonning barliq talablariga ko'ngil bo'ladigan paketlarining biri bo'lishi kerak. G'arbda musulmon doktorlarning tibbiy tadqiqot va davolash usullarida cho'nqur ta'siri bor. Razi, Ibn Sina va Ibn Zuhayrlarning asarlari Yevropa universitetlarida bir necha asr tibbiy darslarining asosi bo'lib keldi. Ibn Sina bo'lsa, o'z davrida olam tunigan katta tabib bo'lib, uning tibobat to'g'risidagi qonun degan kitobi Italiya va Fransiya universitetlarida to'liq 6 asr jarayonida, ya'ni milodiy 12-asrdan 18-asrgacha ishlatilib kelgan. Jo'g'rofiya tadqiqot maydonlarida bo'lsa, musulmonlar ochiq ko'zga ko'ringan. Ma'mun zamonida Xavarizmi bilan yordamchilari osmon zaminning xaritasini chizib, yer sharining doirasini putuqliq o'lchab chiqqan. Shundan keyin Idrisi Golubus bilan dunyo xaritasini yasab chiqqan. Uning Nil daryosining xaritasini chizib, Yevropaliklar keyincha bayqagan Nil daryosining asli buloqlarini ustiga oshkorlaganligi u erishgan eng obrazli ishlarining qatoridandir.